Kadrlar do'stlar, kadrlar. Kecha videoni boshida qo'yib ketuvdi, ha? Ertaga chiqadi bular, ertaga deb. Mana shu kun. Bunaqa kadr uzmastirda ham yo'tsam Jamol akam savalinglar. Uzmastirga ham olganman bunaqa kadrlar mana. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Shuncha eng yaxshi ko'rganimizdan inglabsiz mana. Jim turish kerak. Ma'mullar nima ekan endi amlarni qarang. 2026-yil 5-fevral tilin chiqarma. Toshkent viloyati Yangiyo'lamiz, Amakim fermasida. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Charchamasdan. Qochtir. Kadrimiz yo'q, kadr yo'q deydi qochayaqqa. Mana. Killa bular nima ottiligin deyapti. Yo'ki qiziqqan. Bola yosh deydi. Hammasi fon bo'pa, hammasi. Boshlayın suv sizga. Bular yana bitta yugurtiramiz. Xo'p, aka. Keling, oromni bizmaydi. Maza qilib ovqatlanishibdi, aka. Bular sutini ichib bo'lgan. Turib olganini qarang bularni. Mana kadrda. Mana kadrlar. Tepadan ham, pastdan ham o'tirib olding, turib olding. Qaysidan boshlaymiz? Mana. Sonini aytdi. Ha, vaqti shoshib ketibman men. 16 bosh. Xo'p. 16 bosh. To'rt bosh kattasi bor. Aha. Buqachalarimiz 2,5 oylikdan 3 oylikgacha. Kechagili tugadi? Kechagili tugadi. Yashi. Ichida ikkitami 3ta bor kechagi partiya. Ha. Hop, bularning yangi partiya 16 bosh. Yashi. To'rt bosh kattasi bor. 2,5 oydan o'tgan 3 oylikgacha. Bir bosh bunajini bor. Katta mamam bilan qorali mamna qiladi. Mana bu bunajini. Mana 4 ta kattasi bor o'zi. Ha, mana bunajin. Mana bunajin. Qilib ko'rsatib beramiz, aka. Menimcha chiroyli qilib video obzor qilib berib, egasiga esalomon duoni olib topshiraveramiz. menimcha fermadagilar buni ham buqacha hisobda chiqarib yuborganda, keyin bu yoqqa kelganda qarasa, Siyosatkorlar chunki chiqmaydi-da, bunaqa xonajinlar. Xonajinlar chiqmaydi. sizga qilib maza qilishsin. Yashayam aka. Qaysidan boshlaymiz? Kichkinasidan. Kattasidan boshlaymiz. Kattalarga reski bunaqani beraylik. Ikkitasi ham yod yuribdi. Mana, aka. Mana do'stlar. Qani ketdi. Mana do'stlar. Mana 4 ta kattasi. Mog'ani ozga, ha, cho'mchagiga solib ketyapti. Orqasini qarang. Bosh kattasi. Orqalaridan ham oling, aka. Orqasi, yoni, uzunligi har taraflama. Sizga ko'rsatish mani anaqa qilish, aka. Tushib berib, sotishmandan xudo xohlasa. Hammasini orqasi to'r burchaklarda. Ana turishini qarang. 70 qarang, aka. Yon bo'y mashina oling. Ha, qarang. Molni qarang. Tayson yutqizsa sizlar yutasizlar buni. 1 yildan keyin ishoning yutasizlar. Xudo xohlasa. Bor endi mehnatini qilib xudodan so'rab boqilish kerak. Buzoli sifat, birontasini bir yong'oqda aybi yo'q. Ha, qarang. Mana. Bular shox kuydirilgan. Xo'p, kuydirilgan bularniki. Shox chiqmaydi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa chiqmaydi, aka. Yashayamiz. Chiqsa, shu paytgacha bundan molalash. Ha, 10 bo'lardi. Soniga 4 bosh. Hop. Bir joyda 15 milliondan so'rayapman. Mana birov urushmaydi. Urushmaydi. Kami bor. Xayri bor. Xayri bor. Yashangam aka. Endi ana misol buni palonsin so'rab turib, aka, ko'p pul o'tbergani qizig'i yo'q-da. Ana bo'ladiganini aytib, ozgina xayrini qilib berish kerak. Yashangam. Yo'q pullarni so'rab bergan odamdan so'kish xohlamayman. Amaki tandir ana buqa go'shtdan ham qiladimi yo faqat qo'y go'shtimi? Qo'y go'shtidan qiladi. Mol go'shtchi. Qiladi. Ustasi qo'radi mol go'shti. Mol go'shtdan qiladi. Do'stlar, aytmoqchi bo'lganim bularniki oxirgi bekati tandir emas. Tandir bo'lmaydi, bularni zotga sotasiz xudo xolasa. Chunki ha. Ana tandirlar ochiladigan ekan. Ha. Shunaqa katta tonnali bo'lib so'yiladigan. Ha, ko'rgazmagan. Hadiyalarga yashayam aka, yashangam aka mana. Mana 4 bosh 15 ta ozgina kami bor. 4 talasini bir joyda olsa 14,5 dan ham men sotib qo'yaveraman. Lekin dastavkasini qilib berib yuboraman. Samarqand bilan 12 ta viloyat. to'rttasini Ha. mol sotkisi kelib ketibdi-da. Rasa. Do'stlar, sotsam mazza qilaman men. mashina sementalli 15, 17, 18 yo'q, 20 dan ham oshib ketyapti daji. Bir oylik sementalli 44 million chiqdi bu Qodir Rus kanalida. Qarang, yoshi sal kattaroq, akasini erkalavyapti ukalar. Ha, kelar, charchab. Go'shalik va boshqa narsa. Mol deymiz-ku, lekin do'stlar ayrim odamlardan yaxshi. Birma-bir quloq raqamini aytib o'taylik. Ha, kimdir tanlab olar. Bitta legenda bor lekin ichida. Ha, tirrachi, galin keladi. Galin keladi. Bunisiki 51 ekan. 51 mana. Ililarini ham oling, aka. Baquvvat, jonivor. Buqacha. Buqacha. Men bo'yini, vaznini bilmayman. Shunaqa. Turishi. Bir xildan kiloga so'raydi, undan gap aylantirishadi. Tushunmagan odamga 3 kilo go'sht puli, lekin tushungan odamga 1 tonna go'sht qilib sotadigan pul. 59 ekan buniki. Xo'p, meniki 55 ekan. Yur. 55. 55. Bu buzoni nima
Ana sariyolaning ustida rasmi chiqadi-yu. Ha? Mana splashni mana qarang. Ha, oqi tumshuggacha Mana ketdi. nima deyaptimi? Legenda. Kuchi yetmaydi. Kuchi yetmaydi. Chiroyiga qarang. Moling bo'lsa shunaqasidan bo'lsa-da. Eng kattasi shu ekan. Eng kattasi shu ekan. Ha, xudo xolasa. 70 ekan quloq raqami bu, aka. Shu legenda dosku. Yani o'zi ko'rmani ham qarang. Mana javob. Zo'r. Endi sal pulim kamroq edi deydiganlarga ham ko'rsataylik. Bir donaga ham soturamiz. Endi bularga havos qilib, endi hammani ham puli kattaga yetolmaydi. Ha, tirranchalar keldi. Sota olmayapti, boshqa qila olmayapti. Mayda variantlardan bor. Hali vohli hali. Mana akalarga havos qilgan. Testosteron oshib ketgan bizonchalar. Mana. Oka, mana shu maydalarni hammasi bitta ko'rsataylik. Mana. Maydasini bir joyda sotkim kelib qoldi bular. Nasıl so'rashdi? Kecha chiqardik-ku video. Ha. 10 ta kimgadir usbet qila olmadi. Oka, men borib so'rayman. Egilgan bosh qilich Kesmaydi. Onachini qarang, bardona bo'lib turishini shu yerdan tanidim men. Hamma kesib kadrlar uchun hammasini yig'ib olganingizga qarang yoningizga. 12 bor. Aha. Bitta qulonchini bor. Ha. 10 bitta buqachasi bor. Zo'r. Qulonchining narxi alohida 12 million so'm. Ha. Bir joyda olishsa 11 million so'mdan qilib berib yuboraman. O'zbekiston bo'ylab. Yashang amak. O'zbekiston bo'ylab. Yuringlar endi. Shu Kallani qarang. Oluvchini ham sotuvchini ham ayb emas. Dastlabkilar ham yaxshi pul bo'lib qolgan, to'g'risida. Shunaqa yoqilg'i sababda bekitish hojati yo'q. Yoqilg'i sabab. Ishqibozga sotib, Soatlab turilibdi-yu. Hamma biladi uni. qarang aka. Ranglarini ham oling, yarim chiroyli, kачество, sifati yaxshi. Yaxshi urib qo'yilgan, o'shalardan tug'ilgan. Ana unda bir odam nima deydi, iPhone'da video qilayotganimni ko'rib ko'zimdan tinib qolar ekan deydi. Astag'firulloh. Ko'z chaliqish narsa. Ko'zni quvnatadi. Mana. Qoch. Mana. Orqasini qarang. Xudo xolasa kelajagida sizni ham bo'ldiradi, aka bular. Yashang. Bir joyda 11 million so'mdan gap 12 million turib falonchini o'tib bera olmayman emas, ozgina xayrni qilib beraman. 12 ta viloyat finans stavkasini qilib beraman. Tuzgalashini 10 qarang. million olsa ham shofir, 5 million olsa ham shofir, dastlabkasi mana bu yerda. Ortiqcha $1 sarflashmaydi. Yashang. Dastlabkasi mendan. Testosteron dedimi? O'tkazgacha qo'shib beraman. Har bittasiga ham? Yo olgan odamga ham? Ha. Donaga olishsa, Ha. dona olganga qilib beraman. Misol uchun hammasini olishsa, 4 ta 5 ta qo'shib beraman. Ha. Bir joyda olishsami, Ha. qop suxoy ustini ham qo'shib beraman. Bonus. Suti emas, $100 pul yana xayrini qilib beraman. Uzmasterda gapirmagan gaplaringizni gapiryapsiz. Uzmasterda gapirmagan gaplaringiz. Donalarga ham quloq raqamini yetib o'tkazaylik bu yaramasdan. Qaysidan bor? 51. Yo bu katta-yu bu. Bu katta bu. Agarchi mana shu katta qo'shilib qoldi, nechiga quloq? 51. 51 mi? Mashinalarni hammasini olaman deysa, mashina ham shuni pulni qo'shib berib yuboraman. Shu bizlar mashaq 51, ha? rashibkasi bu. Ha, endi. Olgan odam foydasi bo'ldi. Ha, qo'shni uyga ketdi ana. Yetadi, qaytadi, unaqa narsa yo'q. Voy bu. Oka, qo'yga 5,5 million, 6 milliondan olishyapti qo'zini boqishga. Shunaqa. Mashina yaxshi xudo xolasa. Hozir qo'ni qo'shnilar 5-10 ta sigiri borib gaplashib qo'yib, har kuni litrini olib. Qo'ydan ko'ra ancha yaxshi-yu, xudo xolasa. Agar sigiringiz 7-8 litr sut berayotgan bo'lsa, sut sotishga xijolat bo'ladi. Chunki mahalla to'la sigirmi? Mana tegiy, zo'r investitsiya. Mana. Moldan foyda qilmasa qilmas, aka. Bitta narsani aytib o'taylik. Zato turgan sutini hisoblasa, litrini 10 mingdan aylantirib beradi. Ha. Misol uchun 5 mingdan sutni yalini sotgandan ko'ra, misol 11 million mabzor, tavor qilsa, ertaga 4 oylik, 3 oylik sutdan chiqarib sotsa, ichirgan sutini 10 mingdan aylantirib beradi. Xudo xolasa. Qanaqasiga qilib ko'rgan bu narsani. Men o'zim ham xalq ichida ko'p yuraman-ku, sigirga boshqada bitta sigir yangi tug'ib, keyingi bo'g'oz bo'lguncha 3 ta partiya boqar ekan, aka. 3 ta partiyani katta qilib berar ekan. Bu narsani. 32 ta sigir mana shunaqa enaga qilib qo'yishibdi, baraka topkunlar. Ana foyda qatta. Ana yotib oldi, ko'rdingizmi, qarang. Ha. Tanjoni sog', beli o'tib Yot. Qozon ishlab turibdi, ko'z ko'rib turibdimi? Maza qilib dam olib yotibdi. Mana ho, ko'sh qaytaryapti. Plyuski ekranni yoqib yubordi. Ha, qo'y anu. Seni traktormi, bundan multfilmdan chiqib ketibdi. Og'ayga qarang. Quloq raqami 52. 52 mi 62 mi? 52, aka. Ha, 52 ekan. Ha, yosharasizmi? Ya endi kelgisi mayli. Bir pas turish berasiz. Narxi 11 million so'm. Aha. Xo'p, mana 99imiz, 11,5 million so'm. 99. Aka, siz ham Bir kam. o'ylashingiz mumkin. Bir kam, ha? Mana shu o'tsin 80. Narxi 12 million so'm buni. Xo'p. Hozir bir joyda
mayli nega 11 milliondan deyapti, nega 12 million, 11,5 million deyapti deb siz ham o'ylayapsiz. Yo, anta 10 millionligi borligini bilyapman deyman. Endi quyi suyuq aka, bittani o'tga, bitta boshqa, 10 ta boshqa. Ha. 97. Bitta mashinada ketyapti, yo'l kira 11 bo'lib. million so'm. Qiroz 97. Kinilari ham tushmabdi. 84. Optim degan narsa-da. Ha, 84. 12 million so'm bor. 12 million so'm. Yana aytilayotgan pullarning ichida kami bor. 62. Chopib yuribdi jonivorlarni qarang, nima kerak bundan ortib yana. 98. Ha, joningdan yur. G'unojin. Ha, bu yoq 12 shu. million so'm. Yagonamiz, Ha. malikamiz. Mana 10 million so'm, 79. 78. 79 78. Ha, Zo'r. 12 million so'm aka. Mana orqalari bilan ham. Mana polvonni qarang. Lekin baquvvat tug'ilgan bu. Bo'yi xiyol kichikroq bo'lgani bilan. Qarang. Hamma bizoni orqasidan bunaqa yopishgan. Ular birinchi keladi-yu. Ha, o'ziniki, tabiiy voqelik. Ha. Yopishqon nima bo'lib keladi? O'sha yopishgan. Lekin ani chikitib, yo'q bo'lmagan. Yo'q. Borni ko'rsatib o'taylik. Lekin kengligini qarang. Sadokda nimada turadi-yu, joy qisqa. Ha, Shuni hisobiga nima? suchadi yotadi. Ha. 2 dona qopti. Yo, 3 ta ekan. Hop, to'xtatdik. Hop, bu 3 ta oldi. 3 ta oldi. Buni orqasiga yungi to'kilgan ekan. Narxi 10,5 million so'm. Lekin formani qarang, kuchliligini. Mana. Ovqatdan qoqilmagan, suqilmagan, zo'r yuribdi. Zo'r. Yaltirab yuribdi. Ha. O'tqizi. 2 kam mana. Mana. 58. Mana buzol korpuslarini ham oling, baquvvatligini ham oling. 12 million so'm aka. Zalga chiqqan buzoliga o'xshaydi orqa oyog'ini qarang. Uylari keng, xudo xolisi. Mana 92. Oho. Mana bu ham 12 million so'm. Bu anu 11 million so'm. 12 figura. Gap yo'q. 11 millionga ham mol sotdim. Jon hisobisi. Narxi zo'r. Xudo xolisa. Olgan olib qoldi ekan deb yo'q-a? Ha, endi yana bitta narsada aka. Ha. Men uchun doim arzon sotyapman-da, chunki Shunaqa. doim qimmat. Lekin Qimmat, barakasi qimmat. bor, ish bostirish kerak. Yasha. Endi anaqa bersin. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Nomerlarimiz 99 kodi bilan 825 4 ta 9. Zaklar tushadi, bolalar yetib bor bo'ladi. Xudo xolasa. Mana pora qilib boqish hammamizga nasib qilsin. Yoyilibki. Mana. Maza qiladigan joylar to'xtab. Shunaqalar bo'lib ketdi. Mana. Ularni qarang. Mo'g'ullar. Hammasi quloqni antena qo'ygan. Mana bunisini qarang. Aka, bular yo'l yurib kelgan, kechki ovqatlarini ichgan, yegan, qorin to'q, shuning uchun sal mutlashyapti. Bor endi o'tiraylik. Mana bu qorin to'yganda yotib oldi. Qorin to'q, tegib quruq va yo'lni chaqchog'i bor. O'ynab yuribdi lekin. Zo'r amaki. Mana. Agar kimga kim o'naji kerak qilsangiz, mana ular ham bor. O'najilar ham bor. U keyingi kadrlarda. Keyingi kadrlarda xudo xolasa do'stlar. Kam har kuni tez-tez. Kanalinga podeshkada bo'lib turasizlar, xudo xolasa eng yaxshisini, zo'rini. 1 yildan keyin yaxshi ham olgan ekanman deydiganlaringizni ko'rsatib beramiz mana. Anu olmagin deb gapiruvdi, yo'q, o'zim aqlim butunlik qilib oluvdim. Yaxshi ham olgan ekanman. Do'stlar, farqi katta bu narsani mana. Mol uzunligini ham oling, aka mana. Tushyapti. Ona boshqa, urug' bir xil. Mana men ham bunaqasiga uzun bilamiz. Ha, ikkalasi. Mana. Qarang, mana. Buni ko'ring-da, buni ko'ring. Mana. Lekin mana kallalari ham chempion kallalardan ekan, baquvvatidan. Sifatli aka, egasini qo'liga, ustasini qo'liga borsa, maza qilib boqadi. Mana shu qunachilardan ham bormi? Xudo xolisa qo'ldan kelgancha qilib beraveradi. Uzoqqa ketib qolish yo. Yo'q. Bitta qulab tursa, Alloh nasib qilsa, u ham bo'lib qolar-a. Alloh konsa. Yashayam aka. Testosteron degani shu-da mana. Ha, xunu. Voy, yaramas. Unaqami bola u hali, ha, jinni. Gibridlashib ketaveradi. Mana. Baquvvatligini qarang. Yoki mana bunisini qarang, eng kattasi. Kimgadir bu 100 kilolik jaydari buqani go'shidir. Mayli, siz jaydari boqavering. Lekin bularning narxi nimaga qimmat bo'lib ketdi deysizmi? O'zbekiston aholisi jaydar baqirmalaring. Jaydardan bittada voz kechgan ekan. Talab kuchli. Son kam. Mana. Buni boqmaydi, buni boqmaydi. Ha, qaytib jaydari boqmaydi, buni boqqan. Yashang. Aloqaga chiqaverasiz. Xudo bozoringiz bersin. Yaqin atrofda bo'lsa, sigirligiga olib borib, emizdirib, qo'shib, Ha? yana bitta nimasi, doktorimizga kontakt qilib qo'yamiz, bemalol konsultatsiya berib, qo'lga turiladi. Doktor ham uxlamas ekan-da. Aka, Batareyaga almashtirib ishlayver aka. nima yuribsiz? Ya,
mayli, ha mayli, mayli, akam akasi. Oqni ko'kni hammamizni hammadan bo'lsin. Ey yasha, yasha. Bo'shashish yo'q, aka. Xudo bozorini bersin bilan. Rahmat, kelaversin. Do'stlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xuddi shunaqa sut buzoq qidirib yurgan tanishlik video jo'natamiz. Kim qayerdan kuzatyapti bizani? Yozib qo'yinglar. Yozganga anaqa olmaydi, nima deydi? Pul olmaydi. Obuna bo'lamiz, nima deymiz? Joningiz sog' bo'lsin. Kino tugadi.